Eronda keyingi 48 soatda yadroviy portlash sodir bo'lishi mumkin. Nima yangiliklar aka? Yangilik nima? Urush bo'lyapti. Urayotibdi-ku Eronni. Port ishlamayapti. 40 kunlik motam e'lon qilingan. 7 kun dam bo'ladi. Kelayotgan shanbagacha dam. Ishlamaydi. Dam emas, endi ishlamaydi. Not working day. Shanba bo'ladi haftaning birinchi kuni. Yakshanbadan hisoblasa, yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba. 7 kun dam. 50 tacha konteyner bor planlarimiz. Portda so'radim, turibdi. Tinch o'tdi. So'rab turibman. Raketa yoqqa tushmayapti. Raketa asosan voyenniy bazadan uryapti. Mana emas, logistika shunaqa hozir. Boshqa menga o'xshagan logistikada ishlayotganlar kirsa, u ham aloqa topgan bo'ladi, variant topgan bo'ladi. Qana aloqa qilayotgan bo'ladi. U uxlamaydi bugun, misol uchun tushunasizmi? Uxlayotganda uxlashdan oldin bilish kerak-da. Nima bo'ldi, nima qo'y miyasida bunday qilib topdim bo'ldi. Javob bera olaman. Labbay aka, yangilik aka, endi babi hozir orttirmayotgan ekan. Ishlamayapti chiqat aka. Xudo xolasa tinchlik xotirjamlik bo'lib tursa aka, ortiladi. Otayotibdi-ku aka. Tehronni uryotibdi-ku. Mana shu kelayotgan shanba включительно-da 7-kun shanbaga to'g'ri kelyapti. Endi kutishimiz kerak-da. Bo'ldi aka. Hozir chiqadi sizga alohida aka, yozaman. Bandar Abbos. Mashti yuklar. Yuklar, tem yuklar. Mashti yuklar. Tashqarida ichkariga kira olmaydi. Kirgan tashqariga chiqa olmaydi. Yaxshi bo'ladi, xudo xolisa. Faqat vaqt kerak-da. Vaqt kerak. Savol kerak. Ko'ringiz, yashil bilan chizib qo'ygan. Mana shu yo'l bilan ketadi, mana. Hojiobod. O'zbek sho'pirlar yetardi. Fullakamda ishlagandim. Hojioboddan o'tamiz dedi. Qattasiz, Hojioboddaman dedi. Sirjon bilan yuradi, mana Sirjon bilan. Sirjon bilan yurib ketdi deb yuradi. Tabasdan o'tib, mana Fayzoboddan o'tdi. Turbat Haydariyada tepaga chiqib, Husaynobod. Mana bilan Salaskka chiqib ketadi. Ochdi bugun ikkita chegarani. Buni ham ochdi, buni ham ochdi. Kecha yopiq edi. Chiqib ketyapti mashinalarimiz, bu yig'ilib qolgan mashinalarimiz bor edi. Mabda yig'ilib qolgan mashina bor edi. Soatda o'zi o'chirib qotdi edi, o'zi. Endi yig'ilib qolib turib qoldi. Endi bugundan ochilgan, sekin-sekin chiqib ketyapti. Ya'ni o'chirib chiqib ketish. Eronda keyingi 48 soatda yadroviy portlash sodir bo'lishi mumkin. Qarshiman deb buni xabarlarni tarqatishga borgan. 16-ga yetibdi. So'nggi 24 soat ichida Eron hujum qilgan davlatlar harbiy bazalari. Alo, Turkiyadan yuryapti aka, hozir endi anaqada menimcha Erondan yurish xohlamayapti deb aytishdi. Bu yoqdan Rossiya orqali yoki parom orqali keladi deyapti. O'qiy misol uchun. Deb boshlagan emas endi, ularni to'g'ri tushunsa bo'ladi. Endi ham hozir stressda, depressiyada turibdi. Hammasi. Ha, o'zimi xabar har xil narsa. Buni Dubayda tanishlar bor, so'rasam, aka, aytilayotgan xabardan 50% to'g'ri, 50% vahma. Eronda ham shunaqa bo'lishi mumkin-da, u darajada bo'lmasligi mumkin-da. Hozir kim birinchi xabarni yetkazishdi, yugurib borib, "Menda zo'r xabar bor." Osonda, men misol uchun hali ko'rib o'tiruvdim. Tehronda joy uryapti, bang'ir-bung'ir uryapti. Men bo'lganman Tehronda. Chiroyli shahar, yaxshi shahar. 2006-yil 1 oy o'qiganman. Parklarga borganman. Aylanaman Tehron o'tib ko'raman. Uryapti-da. Soch qo'yayotgan xabar qo'yayotganlarni tanish bilishi yo'q o'tdi. Menda bor tanish bilish. Hayolni o'tadi harga, palonchi omonmikin, pistonchi omonmikin deyman. O'lmadimikin deyman. Rost qaysi aniq palonchi qayerda turar ekan deyman. Qayerda turardi deb eslayman. Tez javob yozibdi. Shu chet ellik yozgan, anglicha yozgan. What about 150 students degan. 150 ta bola o'lgan. Minop degan joyi bor, Hormozgonda. Pesitsidsalikka yaqin joyi. Qizlar maktabiga bomba tushgan. Kecha 57 ta edi. Mana bu 150 taga chiqdi, 150 tadan oshdi. O'qituvchisi ham, studenti ham hammasi. Посмотрите, сейчас мы проверили. У вас одна партия стоит в порту Бандар Аббас. Да, правильно. Там же Ормозский пролив закрыли же. Shunisi bor-da, turib qolsa shtraf yoqadi, bilmayman, Moskva yoqib yuboradi. O'tgan 12 yillik, o'tgan yozda ham 12 kunlik urush bo'lganda yoqib yuborgan. Menga tegishli emas deganda, shunisi bor. Ya'ni klientlar ham endi kakedetak deydi-da. Bundan gapida jon bor. Kakedetak deydi. Biz ham kakedetak deymiz, lekin yuk berishdan oldin birinchi pulni oladi-da, Marsul kompaniya. Misol uchun hozir bo'ldi, tibbiy bo'ldi, bundan ish boshlandi. Mana konteynerni berginsa beradi deydi. Misol 10 kun turib qoldi deydi. Free time'dan tashqari. Misol uchun 10 kun deydi, 14 kun bo'lsa, 21 kun bo'lsa, 31 kun turdi buni deydi. Birinchi ma'lum to'laysan deydi. Beraman deydi. Yoki farqi yo'q. Ular depoziti bo'ladi o'zi.
borib qaytgan shaqqa tegib oladi. Bu oldin 12 kun urush bo'lganda nima bo'lgan? Asab bo'lgan, asab ketgan. O'tgan ham shunaqa asabmi? Ha. Bunisi katta do'st urush. Bunisi ko'rasiz, Eron hozir полный персидский заливский hamma mamlakatlarga otyapti. Men cho'chiyotganim просто ответкasi ham bo'lib qolishi mumkin uni. Umid doim bor. Umid hech qachon bizni tark etmaydi. Musulmon odam doim umidvor bo'ladi. Noumid shayton. Bizda umid bor. Yaxshilik bo'ladi, просто ancha-muncha odam o'lib ketyapti-da. الإعلام بقلوب ملة عزيزة إيران را Sallasi oq ko'rdingizmi? O'lgan odamni Xomenei sallasi qora edi. U Saidlardan hisoblanadi. Payg'ambar avlodidan hisoblanadi. Oq bo'lsa oddiy bo'ladi. Qora bo'lsa Saidlardan bo'ladi. Uryapti, mana temirlar bu yoqqa uchyapti, tonnalar bu yoqqa uchyapti, milliard pullar, million u yoqqa, million bu yoqqa bo'lyapti-da. Neft tankerini portlatdi deyapti Amerikani bayrog'i bilan Bahraynning anaqasi sohilda turgan. Marshrutni ko'rdingiz seriozligini? Turizm ham to'xtadi. Umra yopildi. Yaqin Sharqda, Middle East'da shu kollapsda bu. O'zbekiston молодец, lekin bo'sh samolyot jo'natibdi-ku. O'shga? Bo'sh, pustoy samolyot jo'natib Umra deydan olib kelishdi. Umra yopildi, lekin qolib ketganlar bor. Borganda uchib kela olmayapti, yo'l yopiq. Bo'sh samolyot jo'natgan. Men sinor karantin vaqtida shopurlar qolib ketganda, shopurlar qolib ketuvdi. Shopurlar murojaat ham qilgan, video murojaat qilgan. Unaqa narsalar internetda ishlar. Ibrohim aka degan shopur ham bor edi-sizlar-ya. O'rdali, shu odam elektrik odam. Yo, bu yoqdan Astaradan chiqib kelishuvdi. Bu yoqqa jo'natilib, Astara orqali kelishuvdi, anaqa bort jo'natilib. Yoki o'sha bitta mashinada olib kelishuvdi, Turkmaniston orqali mashina qilib. 12 kunlik urush bo'lganda O'zbekistonni Erondagi elchixonasi aniq qildi. Odamlardan tashqari o'sha yurgan fuqarolarni evakuatsiya qilib, dokumentatsiyasini qilib berdi. Turkmaniston orqali chiqib ketishdi-da. Turkmaniston vizasini olish eng qiyin mamlakatlardan bittasi bilasizlar. Shu xat hujjat qilib chiqib ketishiga yordam berdi. Ya'ni misol uchun bir xil har xil gap gapiradi O'zbekiston bunday deydi. Misol uchun men Dubayda bitta kursdoshim elchixonada ishlaydi. Tinmaydi u ham-da, men eshitdim, o'zi ancha yil bo'lib ko'rishgan, o'rtoqlardan so'rab turaman. Eron elchixonasida ishlaydigan tanishlarim bor. Tinmaydi ular ham. O'zbekiston fuqarosiga bu narsa bo'lib qolsa, pulni ishlaydi mana shu. Mana hozirgi kunda ham dazol muammo bo'lyapti-da. Eshitishimcha hozir bashnaqa bo'lganda, unda ham 12 kunlik urush mahalida ham shunaqa bo'ldi. Постоянно yordam bergan O'zbekiston tomon, O'zbekiston Mintrans ham, dazol beradigan organi ham. Hozir shunaqa bo'lyapti, birodar, do'st Eron anaqasini tushunamiz degan ma'noda yordam berishadi, poddержка qilishadi, kelgan mashinada o'tib ketadi, kiradi. Zo'r. Odamgarchilik bor. Odamgarchilik bor. O'zbekistonda odamgarchilik bor, bor. Iloyim tinchlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin. Yaxshi bo'ladi, ozgincha vaqt kerak. Chiqamiz xudo xohlasa.